Hurmatli Xo'malansk kuzatuvchilari, biz bugun birinchi eksperimentimizni boshlaymiz. Hozir bu yerdagi bolalar birma-bir zarba berishadi natijnopatologimizga qaysi zarbada yirtilib ketishini ko'rib chiqamiz. Kimda kim to'pni tepib, natijnopatologimiz yirtib beradigan bo'lsa, o'shanga $100 sovrini bor. $100 yutib olish oson bo'lmaydi. Drama school. Biz ham tepsak bo'ladimi yo reklama uchun o'zingiz kelishlarga odamlaringiz tepish kerakmi? Yo, bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. Qani boshladik unda. Og'ayni, endi nima deysiz? Gap yo'q, men yoraveraman, yirtaveraman deb o'yladim. Haqiqatan zo'r ekan, gap bo'lishi mumkin emas, lekin menda ham bitta g'oya bor. Lekin u g'oyaga menimcha bu yaramasa kerak. Azbeni bilgan biladi, katta arenalarda o'ynab yurgan o'zi sportda ichida yurgan bola bu. Haqiqatan men o'ylagandan ham baquvvat ekan. Xudo xolasa biz kafolat beramiz 100% bu materialimizga. Har qanaqa eksperiment qilaman desangiz, tayyormiz biz. Bo'lmasa astrallik yurishamiz. Kelishdik. Ko'rib turibsizlar, bolalar tepib sinab ko'rishdi, materialimizni dosh berdi. Endi qaysi sohada sinab ko'rishimizni xohlasizlar? Kommentariyada yozib qo'yinglar.